Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki qarindoshlar. Bugün yeni yıl kirib Mening vatanda qolganmış, lagerdagi suyimlikmiş balllarım üçünmü bugün yeni yıl kirdi. Aş lagerda yetivatgan, zarlavatgan kichik balalar, analar üçünmü bugün yeni yıl kirdi. Men üçünmü bugün yeni yıl kirdi. Biz üçünmü dünyadaki en xoşalı adamlar üçünmü yeni yıl kirdi. Hemminglarning yeni yılını tebriklayman. Hemminglarga samimiy salam yollayman, oliy ehtirom bildiraman. Hemminglarning mening ballarimdek, bush ballarimdek, qahar balamdek, olim balamdek, avlikim adil ro'shan ballarimdek, ahlim ballarimdek. Ballaringlar lagerda olsun, lagerdan azat olsun, turmuda olsun, turmudan azat olsun. Bizning xalqimiz mushu oldimizdagi yangi yilda bir xo'sh xabarlarni anglasin. Mening xalqim bu o'tib ketgan yil Uyg'ur uchun eng bir qo'rqinchli, eng qabahat bir yil oldu. Bütün dünya xalqi uchun aytgandimi, eng echinishli bir millatning ingravatgan bir yil oldu. Hergiz u oxirgisi emas. Uyg'urlar bir tiniqda qoldik devatimiz, bir tiniqda qolmadik. Biz g'ayrat o'rnimizdan turib, cho'qim oldimizdagi yangi yilda mo'rini mo'riga tirab turib, mushu ballarimiz uchun, xalqimiz uchun kurash qilib, lagerni taqtimiz, vatanimizni qo'limizga elish uchun ko'rikimizni salamiz. Rahmat sizlarga, hammanglarga baxt, saodat, erkinlik tilayman.